Səhər saat 4:20-deki Xorvat 4-cü bab. Tez başlang. Şu an, hazır, dərhal. Kechikdim deb qaragan vaqtingiz, dal kechikmagan vaqtingiz. Hazır burunluq qilib uxlaganda aqqan shulgaylaringiz atiki ko'z yoshingiz bo'lib qoladi. Burunqidan davomliq ishib ketsangiz, uzumay hamma odamdan ishib ketsiz. Kechikmaysiz. Mana hozir eng yaxshi boshlanish. O'rganish va raqobatda unum hammadan muhim. Bugungi ishni hargiz atiga qo'ymang. Darhol harakatlanaylik. Hamma yerda buruqtirma bo'lib yurmaylik. Bugun ma'musingiz ata yugurishga majbur bo'lasiz. Birinchi qism. Kechikdim deb qaragan vaqtingiz, dal kechikmagan vaqtingiz. Harvard universitetining ilhom baxsh hikmati ma'lum bir ishni vujudingiz bilan qilayotganingizda hargiz kechikdim deb o'ylamang. Dunyoda eng uzun narsa nima? deb so'rabdi bir danishman o'quvchisidan. O'quvchi beshini chayqabdi. Amsa dunyodagi eng qisqa narsa nima? O'quvchi yana javob berolmabdi. Dunyodagi eng uzun narsa vaqt, deb danishman kulimsiraganicha. Eng qisqa narsa-mu vaqt. Chunki uning uzun deyishimiz uning beshi va oyog'i yo'q. Uni qisqa deyishimiz u birdan-bila yo'qab ketadi. Darvaqa vaqt tutib turg'il bo'lmaydigan narsa. Nurg'un kishilar vaqtning uchqandek o'tib ketayotganligini, vaqtning bakmi qisqligini his qiladi. Nurg'un do'stlar menga vaqtning nihoyat tez o'tib ketayotganligini, o'zlarining hayotdagi eng yaxshi vaqtini o'tkazayotganligini, nurg'un ishlarini tez qilib bo'lmasla vaqtning o'zlarini qiyiritayotganligini deyishidi. Mush sababdan ular bargan sari umidsizlanib, qanday ish qilsin kechikib qolgandek his qilishdi. Men bu do'stlarimga chamamning yetishicha nasihat qilaman. Amaliyotda ularga vaqtim yo'q deb yoki vaqtim o'tib ketdi deb qaqshimanglar. Siz qaqshigan shu vaqtda vaqt yeningizdan o'tib ketaveradi degim keladi. Ko'p chaqlarda ishning mohiyati bilan bizning tasavvurimiz yaraqlab ketadi. Shunga vaqtni bir xil putli qasang deb bilib olmasligimiz, ma'lum bir ishni chin ko'nglingizdan qilayotganingizda hargiz kechikdim deb o'ylamasligingiz kerak. Harvard universitetining qurilish tadqiqot o'rnida professor o'quvchilarga binokor Aman haqidagi hikoyani so'zlab beryapti. Professor bu qitim Amanning binokorlik uslubi haqida emas, balki uning yashinib qolgan bo'lsa-mu, o'zi qizg'in suygan kasbini tashlab qo'ymaganlik to'g'risida so'zlagan edi. Aman umrining tangdim to'lisini New-York port boshqarmasida bosh injener bo'lib xizmat qilish bilan o'tkazgan. Belgilangan dam elish yesh to'shqandila dam elishga chiqdi. Lekin dam elishga chiqqandan keyinmi o'zi qizg'in suygan kasbini tashlab qo'ymaydi. U dam elishga chiqib uzoq o'tmay o'z oldiga bir qurilish shirkati qurdi. Dunyoning har qaysi joylarida ish bajarish binosi soladi. Amanning plani haqiqatan ulug' plan edi. U ruhiy urg'ib turadigan yoshlarga o'xshaydi. U yashinib qolganligi uchun amdi bo'ldi qilay, amdi yangidan ish boshlashga kechikdim deb qarmaydi. Aman plani bo'yicha ish boshlaydi. O'zi loyihalagan binokor dunyoning har qaysi joylarida qad ko'tardi. Aman dam elishga chiqqandan keyingi 30 yilda ilgirki loyihalarga kirgizishga jur'at qilolmagan yangiliklarni loyihalarga ko'plab kirgizib, binokorlik tarixida mo'jiza yaratdi. Washingtondagi Dulles aerodromi, Addis Abeba aerodromi, Pittsburgh shahar markazidagi qurilishlar va Iran yuqori suratli tosh yo'l sistemasi qatorliqlar katta qurilishlar. Universitetlarning qurilish binokorlik ilmida darslik qilib ishlatilmoqda. Shundaqla bular Amanning orzusini ishga oshirganligining shahididir. Aman 86 yoshga kirgan chig'ida Nyu-Yorkdagi Verazano Naros ko'rikini g'albilik tamomlaydi. Bu katta ko'rik Aman hayot chig'ida salgan eng oxirgi, shundaqla dunyodagi birinchi osmi uzun ko'rik hisoblandi. Menimcha, buyuk binokor Amanga nisbatan aytganda, dam elishga chiqish kasbning oxirlashgandan derak bermasdan, balki yangi bir boshlanish hisoblandi. Bu mu yoshlar va o'smir do'stlar o'rganishga tegishli tarafdir. Siz tirishsangizlar, ishonchingiz va qizg'inligingiz bo'lsa, har qanday vaqtda kechikmaysiz. Harvardlarning muvaffaqiyat qozonish siri. Harvard universitetining kutubxonasida mundaq bir jumla so'z bor. Kechikdim deb qaragan vaqtingiz dal kechikmagan vaqtingiz.
Yoshlar va o'smirlarga nisbatan aytganda nurg'un ishlar ana shundoq. Siz xohlasangizlar hozirdan boshlasangiz bo'ladi. Balki mangu kechikmaysiz. Shuni bilish kerakki, hamma odam bu vaqtdan bolalikqa, o'smirlikka, yoshlikqa, qirollikqa va qiyirlikqa qadam bosadi. Oxirida fani olamga ketadi. Hayotdagi har bir bosqich o'z alohidaligiga ega. Nishonimizda bo'ladi ekan, shundaqla darhol qo'l silib ishlaydiganlar bo'lsak, har qanday vaqt boshlash nuqtamiz bir xil boshlanish bo'la oladi. Mangu kechikkan bo'lmaymiz. Harvard universitetining siniqi. Siz harakat jihatdagi qobillardanmi yoki harakat jihatdagi ojizlardanmi? Birinchi, kallangizda doim nurg'un g'alati o'y-xayol kirib olamdi. Ikkinchi, mijozingiz nisbatan ig'irmi? Uchinchi, bir ishning huzuriga bak ko'ngil bo'lib, uning foydasini ancha o'ylamamsiz. To'rtinchi, topshiriqni o'z vaqtida ishlamamsiz. Beshinchi, planingizdagi ishlarni qanday ahvol yuz berishidan qat'iy nazar amal qilib o'rinlamsiz. Oltinchi, salomatlik boylikdan muhimroq deb qaramsiz. Yettinchi, xizmat yoki o'rganishni uzildirib qo'ymaslikqa odatlanganmi? 8. Muhim ish bo'lmagan taqdirda kechikib uxlamsiz. 9. Doim osh tomoq yoki boshqa qiziqish havas jihatda o'zingizni cheklab turamsiz. 10. Ba'zilar doim sizni xiyolingiz reallikqa uyg'un emas demdir. Javobning tahlili. 0 dan 3 numaracha alg'anlar. Sizlar sepi o'zidan xiyolparast bo'lib, turli bahona sabablarni tepib, yangi planlarni yo'lga boshlamaysizlar. Balkim kunda aldirash yurdigansizlar, lekin vaqtdan unumli foydalanmaysizlar. G'oyalarga texmo yaqinlasha olmaysizlar. 3 dan 6 gacha numar alg'anlar. Sizlar o'rinlar qatoriga kirsizlar. Gerçi sizlar talantli va aql parasatli bo'lsanglarmi, lekin o'yin tomoshaga maftun bo'lib ketib, planinglardagi ishlarni bir yoqqa tashlab qo'yisizlar. Har qanday ishni kayniga so'zib, qaytib kechiktirishga bo'lmaydigan yerga kelganda, ondan harakatlansizlar. 7 dan 9 numaracha alg'anlar. Sizlar ishni yuqori unum bilan qiladiganlar qatoriga kirsizlar, lekin ishni boshlashdan ilgari oldi kayninglarga bak qaraysizlar. Bunday qilishni sizlar mukammal bo'lgan planimizga kafolatlik qilishda zarur deb qaraysizlar. 10 numar alg'anlar. Sizlar haqiqiy ma'nodagi harakat qiluvchilar hisoblansizlar. Harakatinglar o'ylaganinglardan tez bo'ladi. Loyihalar kallanglarda shakllanib bo'lmasdinlar, harakatinglarni boshlaysizlar. Sizlar doim boshqalardan burun muvaffaqiyat qozonasizlar. Sahar saat 4:20'deki Harvard. 4. bab. 2. qism. Hozir g'ururlik qilib uxlaganda oqqan shulgalaringiz atki ko'z yoshingiz bo'lib qoladi. Harvard universitetining ilhom baxsh hikmati muvaffaqiyat qozonish undaq oson ish emas. Undaqda darhol harakatlaning. Hozirla boshlang. Har bir yosh o'smir muvaffaqiyat qozonishni, odatdagi odamlardanmi buyuk natijaga erishishni o'ylaydi. Lekin ular mushundaq g'oyani ko'ngliga pukidi-yu, uni qanday amalga oshirishni bilmaydi. Amaliyotda muvaffaqiyat qozonish undaq oson ish emas. Undaqda darhol harakatlaning. Hozirla boshlang. Salvo Berger bu jihatda dal qilib mundoq degan edi. Muvaffaqiyat qozonishning siri qo'l silib ishlashdan iborat. Faqat siz darhol yo'lga chiqsangizlar, har qancha yiroq musobaqaga yetib bora olasiz. Yoshlar o'smirlarga nisbatan aytganda, hozir o'rganishning eng yaxshi payti hisoblandi. Tan sapoyingiz va ruhiy holatingizmi yuqori pallada turayotgan vaqt. Faqat siz ma'lum vaqt va zehningizni ajratib o'rgansangizlar va yangi shaylarni qabul qilsangizlar, haslab unumga erisha olasiz. Undan boshqa yoshlar o'smirlarning cho'nglarga o'xshash xizmat, turmush besimi yo'q. Salomatligimi nisbiy sog'lom. Bular o'rganish va ilgirlashning puxta asosiy hisoblandi. Shuni bilishimiz kerakki, badal to'lamasak unumga erisha olmaymiz. Birinchi qadamni bosmasak manzilga mangu yeta olmaymiz. Yoshlar o'smirlarning hozirgi muhim vazifasi tirishib bilim egallash. Hozir darhol shu topda boshlang.
Mushunday qilsangizlar o'zingizning kelgusiga ega bo'la olasiz. Muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, rohat farog'atni o'ylamang, chunki ikkisi tang mavjud bo'lib tura olmaydi. Muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, rohat farog'atlik turmushni qayirib qo'ying. Bugun tirishmasangiz, erta hasrat, nadomat cheksiz. Averi Harvard universitetida 4 yil o'qish bitkizgandan keyin bir xalqaro yumshoq detal shirkatida ma'muriy boshqarish xizmatini o'taydi. Lekin u ancha uzun ishlamayla o shirkatni Germaniyadagi bir shirkat yutib oladi. To'xtam tuzishgan shu kuni shirkatga yangi vazifada o'ltirgan bosh lider ko'pchilikka mundoq deb jakarlaydi. Bir haftadan keyin shirkat ishchi xizmatchilaridan nemischa imtihon olamiz. Imtihonda layoqatsiz bo'lganlar ishdan bo'shatiladi. Ishdan tushgandan keyin shirkatga hammadan kutubxonaga berib nemis tili takror qiladi. Ular shu chaqda vaqtning nihoyat qisqaligini his qilishadi. Lekin Averi ishdan tushgandan keyin o'tdul uyga qarab maqdi. Kishilar uni imtihondan voz kechgan o'xshaydi deb kelishadi. Lekin lider imtihon natijasini uqtirgan chaqda ko'pchilik umid yo'q deb qaragan Averi eng yuqori numurga erishadi. Buningdan hammalar gangrab qilishadi. Averi bu imtihonni qanday o'tdi? Averi uyga qaytgandan keyin o'zlari bilan nemislarning uchrashish fursatining intayin ko'pligini, nemis tilini pishiq bilmasligi xizmatda o'ziga qulaysizlik olib kelganligini his qildi. Shuning bilan u barliq vaqtini sarf qilib nemis tilini takror qildi. Shundaqla uni qat'iy davomlashtirdi. Biz Harvard universitetida vaqtni isrof qiladigan o'rin bolalarni uchratmaymiz. Chunki ular hozir o'rinlik qilib uxlaganda oqqan shulgaylarining atki ko'z yoshi bo'lib qoladiganligini biladi. Hayotingizni qadrlamsiz? Har bir minut, har bir sekundingizni ma'nilik va sifatli o'tkazishni umid qilamsiz. Agar umid qilsangiz, hozirdan boshlab tirishib o'rganing. Chunki bizning hayotimiz nurg'un vaqtdan tarkib topgan. Junguliqlarning tirishmasang navqiron chaqda, yashamaganda qolsan dog'da degan bir qadimiy aqliy so'zi bor. Bir odam yosh chig'ida yetarli tirishchilik ko'rsatmasa, vaqtni qadrlamasa, ishni darhol boshlamasa, qiyrig'inida pushaymonni oladiganga qoch topolmay qoladi. Vaqt barmoqlarimizning orasidan o'tib ketdi. Atiyaz ketsa, ko'z kelib turdi. Fasl vaqt degan davomliq almashib turdi. Navoda darhol harakatlanmasak, eng go'zal vaqtimiz o'tib ketdi. Harvardlarning muvaffaqiyat qozonish siri. Harvard universitetida hozir o'rinli qilib uxlaganda oqqan shulgaylaringiz atki ko'z yoshingiz bo'lib qoladi degan iboratli so'z bor. Yoshlar o'smirlar darhol harakatlanishda yaxshi odatni yetildirmoqchi bo'ladigan tövandagi taraflardan qo'l silib ishlash kerak. Birinchi, yoshlarning orzu g'oyasi bo'lish yaxshi ish, lekin xiyolparast bo'lib qolmasligi. Kun bo'yi go'zal kelgusini xiyol qilib o'ltirmasligi. Hech qanday tadbir qo'llanmay hang yiqib turmasligi kerak. Şoňa ýaşlar ösmirler bugünkü işni ätiге qo'yma deydigan odatni yetildirishi, hozirgi o'rinligiga kelgusida pushaymon qilib qolmaslik kerak. Shuni bilishimiz kerakki, har qanday muvaffaqiyat o'y xiyol qilish bilan emas, balki amaliy harakat qilish orqali amalga oshadi. Bir odam faqat o'tirib qiladigan ishni darhol qilmasa, u orzu qilgan muvaffaqiyatiga mangu erisha olmaydi. Shoňa muvaffaqiyat qozonishni orzu qiladiganlar g'oyasi bilan reallikni birlashtirish kerak. Undan boshqa tuvandagi masalalarni doim muhokama qilib turish kerak. Birinchi, men hozir qancha yosh, g'oya orzularimni qancha yoshga kirganda amalga oshiraman? Ikkinchi, kunda o'rganishni qanchalik vaqt davomlashtiraman? Hozirdan boshlab o'rganaymi? Uchinchi, 30 yoshdan keyin turmushingizdan, xizmatingizdan qanday bo'lishini orzulaysiz? To'rtinchi, g'oyangizdan yana qanchalik yiroqlikda? Hozirdan boshlab tirishamsiz? Harvard universitetining siniqi muhokama savoli. Sehrgar sizni besib, yapaloqlab emas, balki nisbat bo'yicha kichiklatib, tangi qirinliqchilik, egizlikdagi odamga aylantirib, bir dona aynakdan yasalgan quruq aralashtirish qutisiga soldi. Aralashtiruvchining tig'i 1 minutdan keyin aylanishga boshlaydi. Bu chog'da qanday qilasiz? Javob: aralashtirish qutisining ichida cho'qim o'rin bor. Shunga bo'sh joyga berib olsa, yiqilib tushmaydi. Lekin aralashtirish qutisi aynakdan yasalgan bo'lg'achqa atrofida tutqich yo'q. Tig' aylanish jarayonida hosil bo'lgan shamol sizni uchiritishi mumkin. Shuning uchun amal bor, aralashtiruvchining o'qi orasiga berib olib, chiqib ketishning yoki bir yerni to'lishning amalini qilish kerak.
Səhər saat 4:20'deki Harvard. 4. bab. 2. qism. Aldan qıtımlıq ifadənizin davamlıq eşib ketsiniz, uzaq qalmay həmin adamdan eşib düşsüz. Harvard Üniversitetining ilhom baxsh hikmati burunqi muvaffaqiyat asli bo'lib qoldi. Әмді sizni kutib turg'ini mushu tapda ishib ketish va keyingi qitimqi muvaffaqiyatdir. Men bir maqoladan yo'lga chiqishni tanlagankansiz tirishib olg'a ilgirlang. O'ziksiz holda o'zingizdan shunaqla boshqalardan ishib keting degan hikmatlik bir jumlani o'qigan edim. Odamning alohida bir xil hayvon ekanligi bizga ayon. İnsanlar payansiz tabiat dunyosida hech qanday afzallikka ega emasdek bilindi. Biz pildek yo'g'on va ig'ir emas, qoplandek tez yugurolmaymiz, suvda beliqdek uzalmaymiz yoki qushdek ko'kda ucholmaymiz. Lekin biz nemishqa yer sharining hukmroni bo'lib qoldik? Chunki inson aql-farosatli jonliq. Aql-farosat o'ziksiz holda o'zimizdan xalqib ketishimizga, muvaffaqiyat qozonish uchun tirishish yo'limizda bargan sir qudrat tepishimizga yordam berdi. Şunun bilan birga yoshirin iqtidorimizni urg'utib, boshqalardan eshib ketishimizga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Bir odam muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsa, davomli holda ilgirilishi kerak. U ilgari shalliq muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa-mu, u faqat tunugunga aslima xolos. Bilish kerakki, har bir kunimiz yangi bir boshlanish. Hozir sizning boshlanish nuqtangiz. Hayotda davomli holda o'zingizdan xalqib ketsangiz, o'zingiz ustidan g'alaba qilsangiz, ondan atrofingizdagi boshqalardan eshib keta olasiz. Ondan orzuyingizga yana bir qadam yaqinlasha olasiz. Professor Harvard Universitetining Savdo institutidagi bir darsda o'quvchilarga davomli holda o'zidan xalqib ketgan bir hikoyani so'zlab berdi. O'zidan xalqib ketgan bu ayolning ismi Carly Fiorina bo'lib, dunyo iqtisod sohasidagi eng tanliq bosh direktor. Shunaqla dunyoviy mashhur qobil ayol. U koni raqibi Compaq shirkatini setib olgan. Bu shirkatning setib olish bahosi 20 milliard Amerika dollariga yetgan. Bu baho 20-asrning 80-yillaridan buyon dunyo iqtisodidagi eng yuqori cho'qqi bo'lib, uning ahamiyati intayin zo'r bo'lgan. Bu ulug' boshlanish savdo doirasidan xalqib ketgan bo'lib, Amerika iqtisod tarixida zo'r ta'sir ko'rsatgan. Kishilar Carly Fiorinaga tantana qilishdi. U dunyodagi tangdarsiz dardarga aylandi deb qaradi. U yaratgan savdo mo'jizasini hech kim yarata olmadi. Vaholanki Carly Fiorina 1999-yili Hewlett Packard shirkatiga kirdi. Mablag'i 4 milliard Amerika dollariga yetadigan bu shirkatning qiyinchilikdan qutulishiga yordam berib, yana kishilarni tang qoldiradigan mo'jizalarni yaratdi. Carly Fiorina shundan keyin qizg'inligi va davomli o'zidan xalqib ketish ro'yi orqali kasb jihatda orqa-orqadan yuqori palla yaratdi. Harvardning professorlari Carlyning ish izlarini davomli amaliy misol qilib so'zlab, Harvardning o'quvchilarining davomli turda o'zidan xalqib ketishiga ilhom berdi. G'oyangiz mayli nima bo'lsin, uni amalga oshirish 1-2 kunlik ish emas. Uni amalga oshirish uchun uzun vaqt ching turishga va davomli turda o'zidan xalqib ketishga to'g'ri keladi. Halbuki real turmushdagi nurg'un yoshlar o'smirlarning bir qiziqishi bor. Ular ozroq natijaga erishibla o'ziga tamanno qo'ydi. Bir izi to'xtab qoldi. Ba'zilari aplab-saplab kun o'tkazish yo'lini tanlagan bo'lib, g'oyasi uchun qilcha tirishmaydi. Ba'zilari jon tikib kurash qilish yo'lini tanlagan bo'lib, muvaffaqiyatga erishish yo'lida davomli turda o'zidan xalqib ketib, oxir muvaffaqiyat qasriga qarab ilgirlaydi. Munavvar yoshlar o'smirlar uchun aytganda, balkim siz tunugun tangdassiz shalliq natijalarga erishgan bo'lg'aydingiz. Balkim ko'pchilikning muayyanlashtirishi va tariflashiga sazobar bo'lgan bo'lg'aydingiz. Lekin Harvardning qobiliyatlarining lug'atini varaqlaydigan bo'lsa, bularning hammasi o'tgan zamonga taalluqdir. Ilgirgi muvaffaqiyatlar aslimi bo'lib qoldi. Sizni kutayotgani dal shu topdagi o'zidan xalqish, buningdan keyingi muvaffaqiyatdir. Harvardlarning muvaffaqiyat qozonishga siri. Yoshlar o'smirlar atigangi parlaq quyoshga o'xshaydi. Ular kunda ilgirilishi kerak. Chunki xonning yo'lida biz yolg'iz ma'maymiz, balki son-sanoqsiz odam kelgunida jon tikib ma'miz. To'xtab dam olganingizda balki raqobatchingiz kayningizdan qo'lab kelyotgandir.
Lekin siz keyningizga qaraganingizda u allaqachon oldingizga o'tib ketgan bo'ladi. Shunga to'xtamasligimiz, davomli turda o'zimizdan halqib ketishimiz, davomli olg'a besishimiz lozim. Muvaffaqiyat qozonolmagan ashu kishilar muvaffaqiyat qozonish iqtidori yo'q kishilar emas, balki o'zini bayqashni bilmaydigan kishilardir. Amaliyotda o'zimizdan har kuni oz-ozdan halqish ancha qiyin ish emas. Buni amalga oshirish uchun tuvandagi bir nechta ishni qilishingizga to'g'ri keladi. Birinchi, tashabbuskorlik bilan izlanib, bo'shang, chechilang'u odatingizni o'zgarting. Yoshirin elingizni aktiv fikr qarashga ega qiling. Har qanday vaqt va har qanday chog'da to'xtamasdan o'zingizdan halqib keting. Ikkinchi, o'zingizdan yolg'iz harakat jihatdan emas, balki ruhiy jihatdan ham halqib ketishingiz kerak. Uchinchi, o'zingizni kunda yanglab turing. Tunugungi natija va o'ngsizlik oldida o'zingizni yo'qotib qo'ymasligingiz lozim. Harvard universitetining sinoqi. O'zingizni ko'rsatishdan xoli bo'la olamsiz? Psixologik sinov. Bir kuni sinfda dars o'qiyotganingizda maktabning amalliq saqlag'uvchisi sizga bir odamning nomsiz holda avatganligini aytadi. Bu chog'da siz qanday qilasiz? Birinchi, holda avatguchining kimligini aniqlagandan keyin holtini elishni adab bilan rad qilasiz. Ikkinchi, avval holtini ochsiz. Holtida o'zingiz yaxshi ko'radigan narsa bo'lsa, olasiz. Uchinchi, saboqdoshlaringiz yoki muallimingiz bilan maslahatlashgandan keyin bir qarorga kelasiz. Javobning tahlili. Birinchi tanlaganlar. Sizlar odatda ota-onalar yoki o'qituvchilarning gapini bak anglaysizlar. Tapdan chiqib ketgan ishlarni kamdan-kam qilasizlar. Shundaqla o'zgarib ketmaysizlar. O'rganishda texnik zo'r natijaga erishmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlardan halqib ketishni davomli sinab baqsizlar. Biroq ritmni tanishinglar kerak. Tuyuqsizlar bek cho'ng o'zgarib ketsanglar bo'lmaydi. Ikkinchi tanlaganlar. Sizlar ancha-muncha yoshirin ishlarni qilasizlar. Odatda naf tegadigan yerga yugursizlar. Lekin yana bir jihatdan aytganda o'z fikringlarda tursizlar. Sizlarning qarashinglarda muvaffaqiyat o'z mavqesini ketishdan derak bermaydi. Uchinchi tanlaganlar. Sizlarda boshqalarga yo'lni bilish psixikasi eg'ir. Nurg'un ishlarni bir taraf qilishga bek ko'p mas'uliyatni zimmalarga elishni xohlamaysizlar. Shuning bilan bir vaqtda o'z cheklanmalarni buzib tashlashni asosan xohlab ketmaysizlar. Chunki o'zingizlarning bek tez cho'ng bo'lib qolishinglarni xohlamaysizlar, ammo ko'ngilingizda yanada muvaffaqiyatga talpinsizlar. Sahar soat 4:20dagi Harvard. 4-bab. 2-qism. Hozir horuluk qilib uxlaganda oqqan shulgaylaringiz atiki ko'z yishingiz bo'lib qoladi. Harvard universitetining ilhom baxsh hikmati muvaffaqiyat qozonish undan oson ish emas. Undaqda darhol harakatlaning. Hozirla boshlang. Har bir yosh o'smir muvaffaqiyat qozonishni, odatdagi odamlardan buyuk natijaga erishishni o'ylaydi. Lekin ular mushunday g'oyani ko'ngliga pukidi-yu, uni qanday amalga oshirishni bilmaydi. Amaliyotda muvaffaqiyat qozonish undan oson ish emas. Undaqda darhol harakatlaning. Hozirla boshlang. Sallo Berger bu jihatda dal qilib mundaq degan edi. Muvaffaqiyat qozonishning siri qo'l selib ishlashdan iborat. Faqat siz darhol yo'lga chiqsangizla har qancha yiroq musobaqaga yetib bora olasiz. Yoshlar o'smirlarga nisbatan aytganda, hozir o'rganishning eng yaxshi payti hisoblanadi. Tan sapoyingiz va ruhiy holatingizmi yuqori pallada turayotgan vaqt. Faqat siz ma'lum vaqt va zehningizni ajratib o'rgansangizlar va yangi shaylarni qabul qilsangizlar, haslab unumga erishsiz. Undan boshqa yoshlar o'smirlarning cho'nglarga o'xshash xizmat, turmush bisimi yo'q. Salomatlikmi nisbiy sog'lom. Bular o'rganish va ilgirlashning puxta asosi hisoblanadi. Shuni bilishimiz kerakki, badal to'lamasak unumga erisha olmaymiz. Birinchi qadamni bosmasak, manzilga mangu yeta olmaymiz. Yoshlar o'smirlarning hozirgi muhim vazifasi tirishib bilim egallash. Hozir darhol shu topda boshlang. Shunday qilsangizlar, o'zingizning kelgusiga ega bo'la olasiz. Muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, rohat farog'atni o'ylamang. Chunki ikkisi tang mavjud bo'lib tura olmaydi. Muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, rohat farog'atli turmushni qayirib qo'ying.
Bugün tirishmasangiz, ata hasrat, nadomat cheksiz. Averi Harvard Universitetida 4 yil o'qib, o'qish bitkizgandan keyin bir xalqaro yumshoq detal shirkatida ma'muriy boshqarish xizmatini o'taydi. Lekin u ancha uzun ishlamayla bu shirkatni Germaniyadagi bir shirkat yutib oladi. To'xtam tuzishgan shu kuni shirkatga yangi vazifada o'tirgan bosh lider ko'pchilikka bunday deb jakarlaydi. Bir haftadan keyin shirkat ishchi xizmatchilaridan nemischa imtihon olamiz. Imtihonda layoqasiz bo'lganlar ishdan bo'shatiladi. İşten tushgandan keyin shirkatga hammaylarni kutubxonaga berib, nemis tilida takror qiladi. Ular shu chog'da vaqtning nihoyat qisqaligini his qilishadi. Lekin Averi ishdan tushgandan keyin o'tib uyga qarab maqdi. Ishlar uni imtihondan voz kechgan o'xshaydi deb qilishadi. Lekin lider imtihon natijasini uqtirgan chog'da ko'pchilik umid yo'q deb qaragan Averi eng yuqori nomerga erishadi. Buningdan hammalarni gangirab qilishadi. Averi bu imtihondan qanday o'tdi? Averi uyga qaytgandan keyin o'zlari bilan nemislarning uchrashib ko'rishining intayin ko'pligini, nemis tilini pishiq bilmasligi xizmatda o'ziga qulaysizlik elib kelganligini his qildi. Shuning bilan u barliq vaqtini sarf qilib, nemis tilini takror qildi. Shunaqa uni qat'iy davomlashtirdi. Shuning bilan u imtihonda yuqori nomer elib, jini tumshuqqa kelib qolganda jon tikib tirishadigan xizmatdoshlariga o'xshash xizmatidan ayrilib qolmaydi. Biz Harvard Universitetida vaqtni isrof qiladigan o'rin bolalarni uchratmaymiz. Chunki ular hozir g'ururlik qilib uxlaganda oqqan shulgaylarining atigi ko'z ichi bo'lib qolganligini biladi. Hayotingizni qadrlamsiz? Har bir minut, har bir sekundingizni ma'nilik va sifatli o'tkazishni umid qilamsiz. Agar umid qilsangiz, hozirdan boshlab tirishib o'rganing. Chunki bizning hayotimiz nurg'un vaqtdan tarkib topgan. Junguliqlarning tirishmasang, nima qilgan chog'da, yashamaganda qolasan dog'da degan bir qadimiy ahliya so'zi bor. Bir odam yosh chog'da yetarli tirishchilik ko'rsatmasa, vaqtni qadrlamasa, ishni darhol boshlamasa, qiyig'inda pushaymonni oldiganga qoch topolmay qoldi. Vaqt barmoqlaringizning orasidan o'tib ketadi. Atiyaz ketsa, ko'z kelib turdi. Fasl vaqt degan davomli almashib turdi. Navoda darhol harakatlanmasak, eng go'zal vaqtimiz o'tib ketadi. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonishi siri. Harvard Universitetida hozir g'ururlik qilib uxlaganda oqqan shulgaylaringiz atigi ko'z yoshingiz bo'lib qoladi degan ibrat so'z bor. Yoshlar o'smirlar darhol harakatlanishdak yaxshi odatni yetildirmoqchi bo'ladigan tuvandagi taraflardan qo'l selib ishlash kerak. Birinchi, yoshlarning orzu g'oyasi bo'lishi nihoyat yaxshi ish. Lekin xayolparast bo'lib qolmaslik, kun bo'yi go'zal kelgusini xayol qilib o'tirmaslik, hech qanday tadbir qo'llanmay hang'ayqib turmaslik kerak. Shunga yoshlar o'smirlar bugungi ishni adik qo'yma deydigan odatni yetildirishi. Hozirgi g'ururlikqa kelgusida pushaymon qilib qolmaslik kerak. Shuni bilishimiz kerakki, har qanday muvaffaqiyat o'y xayol qilish bilan emas, balki amaliy harakat qilish orqali amalga oshadi. Bir odam faqat o'ltirib qiladigan ishni darhol qilmasa, u orzu qilgan muvaffaqiyatiga mangu erisha olmaydi. Shunga muvaffaqiyat qozonishni orzu qiladiganlar g'oyasi bilan reallikni birlashtirish kerak. Uningdan boshqa tuvandagi masalalarni doim muhokama qilib turish kerak. Birinchi, men hozir qancha yosh, g'oya orzularimni qancha yoshga kirganda amalga oshiraman? Ikkinchi, kunda o'rganishni qanchalik vaqt davomlashtiraman? Hozirdan boshlab o'rganaymi? Uchinchi, 30 yoshdan keyin turmushingizning, xizmatingizning qanday bo'lishini orzulaysiz? To'rtinchi, g'oyangizdan yana qanchalik yiroqlikda hozirdan boshlab tirishamsiz? Harvard Universitetining sinoqi muhokama savoli. Sehrgar sizni besib yapaloqlab emas, balki nisbat bo'yicha kichiklatib, tanga qilinliqchilik egizlikdagi odamga aylantirib, bir dona aynakdan yasalgan quruq aralashtirish qutisiga soldi. Aralashtirishning tig'i 1 minutdan keyin aylanishga boshlaydi. Bu chaqda qanday qilasiz? Javob: aralashtirish qutisining ichida cho'qim o'rin bor. Shunga bo'sh joyga berib olsa, yiqilib tushmaydi. Lekin aralashtirish qutisi aynakdan yasalgan bo'lg'achqa atrofida tutqich yo'q. Tig' aylanish jarayonida hosil bo'lgan shamol sizni uchirilishi mumkin. Shuning bilan amal bor aralashtirishning o'qi orasiga berib olib, chiqib ketishning yoki bir yerni tutib olishning amalini qilish kerak. Sahar soat 4:20dagi Harvard. 4-bob, 4-qism.
kechikmaysiz. Mana hozir eng yaxshi boshlanish. Harvard universitetining ilhom baxsh hikmati siz faqat tez va yuqori unum bilan harakat qilgandan keyin rahimsiz raqobatda bir kishilik o'ringa ega bo'la olasiz. Harvard universitetini bitkizgan dunyoviy boy Bill Gates bir ishni qilishni o'ylagan vaqtingizni qiling degan edi. Darvaqa har bir odamning qiladigan nurg'un ishi bo'ladi. Reallikqa aylantirmoqchi bo'lgan turli g'oyasi va nishoni bo'ladi. Lekin nurg'un kishi g'oyasi va orzu istak uchun amaliy harakat qilmay, uni ko'ngliga pukib kun o'tkazdi. Bunday ahvolda qandaqmi muvaffaqiyat qozongan bo'lsin? Muvaffaqiyat qozonish uchun nishonning bo'lishla kifoya qilmaydi. Nishoningiz uchun hammani taqilib qo'ygan bo'lsangiz-mu, bilim va mahorat, pozitsiya va iqtidor jihatlarda hech qanday nuqson bo'lmasa-mu, lekin uni ishga oshirish uchun amaliy harakat qilmasangiz, u chaqda go'zal orzuyingiz bayovandagi olmga o'xshab qoladi. Yangi davrdagi yoshlar, o'smirlar iqtisod uchqandek taraqqiy qilayotgan davrda turayotqachqa ilgirmaganlik chekinganga barobar. Asta ilgirlaganlikmi chekinganga barobar deganni tushunish kerak. Siz faqat tez va yuqori unumli harakat qilgandan keyinla rahimsiz raqobat davomida bir kishilik o'ringa ega bo'la olasiz. Undaq bo'lmaganda nurg'un fursatni o'tkazib o'tasiz. Elena Harvard universiteti san'at umikida nihoyat muhim rolni ustiga olgan. Lekin u bu ishidan ancha rozi bo'lmaydi. Maktab bitkazgandan keyin Yevropaga berib, bir yil sayohat qilib, ondan Nyu-Yorkdagi Broadwayga berib, jon-jahli bilan kirishdi. Elena arzusini yetakchi o'qituvchisiga aytdi. Broadwayga nimishqa maktab bitkazgandan keyin borsiz? deb so'raydi. O'qituvchisi kulimsirganicha. Shundaq, oliy maktab hayoti mening Broadwayga berib xizmat qilishimga yordam bera olmaydigandek qildi, deydi Elena o'ylangandan keyin. Bir yildan keyin udilla Broadwayga borsam bo'lg'adek. Bu chaqda o'qituvchisi uningdan Broadwayga hozirla borganingiz bilan bir yildan keyin borganingizning nima farqi bor? deydi. Elena birdan jimida bo'lgandan keyin hech qanday farqi yo'qdek qildi. Shunaq bo'lgandan keyin kelar mavsumda boray, deydi. Keyingi mavsumda borganingiz bilan hozir borganingizning nima farqi bor? deb so'raydi o'qituvchisi yana. Elenaning sal ish qaydi. Uning xiyol dengizida ajoyib chiroyli bir jup qizil usul oyoqi va hashamatli sahna namoyon bo'ldi. Shuning bilan u Broadwayga keyingi oyda berish qaroriga keldi. Kelar oyda borganingiz bilan hozir borganingizning nima farqi bor? deb so'raydi o'qituvchisi borgancha ichkirlab. Elena hayajonlandi. U titrgan ovozda: "Amsi bo'ldi. Kelar hafta tayyorlik qilib, haftaning oxir yo'lga chiqay", deydi. Broadwayda turmush buyumlarining hammasi bor, deydi o'qituvchisi Elenani tezroq yo'lga chiqishga da'vat qilib. "Amsi atilmag'ay", deydi hayotidan sakrab ketgan Elena. O'qituvchisi mamnun bo'lib beshini lanshitqanicha: "Yaxshi gap. Men sizga atining aeroplan biletini ep qo'ydim. Sizga omad tilayman balam", deydi. Elena atsi ko'ngildagidek go'zal joy Amerikadagi Broadwayga qarab yo'l oladi. Biz yashayotgan bu dunyoda yoshlar, o'smirlar tushunib olishga tegishli bir haqiqat bor. Mayli siz qanday ish qilmoqchi bo'ling, hamma sharoit hozirlanganda ondan tutish qilaman deb mangu saqlab o'ltirmasligingiz kerak. Shunday qilsangiz, mangu saqlab o'tasiz. Yoshlar va o'smirlar bir nishonga ega bo'lgandilar darhol otlanishi, hozirdan boshlab qo'l silish kerak. Ular ig'izda shahar ilib yurib bo'lsa, ularning nishoni mangu amalga oshmaydigan ish bo'lib qoladi. Endi atrofimizdagi muvaffaqiyat qozonayotgan kishilarga qarab boqaylik. Chaqmoqdek chaqqan harakat qildiganlar, nimani o'ylasa, shuni darhol qildiganlardir. Bu odat muvaffaqiyat qozonuvchilar cho'qim hozirlashga tegishli pozitsiya. Shundaqla bir xil aktiv yashash pozitsiyasi hisoblanadi. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonish siri. Harvard universitetini bitkazgan dangliq adib Emerson butun niyati bilan nishonga qarab ilgirlash uchun harakat qiladigan odamga butun dunyo yo'l berdi degan edi. Shunga yoshlar, o'smirlar darhol harakatlanishni o'rganib olishi, tegi yo'q quruq xiyolga cho'kib ketmaslik kerak. Kechikib qoldim deydigan gap yo'q. Chunki mana shu dal eng yaxshi boshlanishdir. Buyuk nishoningiz uchun harakat qilsangiz, muvaffaqiyatning tunji qadamini bosgan hisoblanasiz. Halbuki bu birinchi qadam hamisha eng muhim qadam bo'lib qoldi.
Har kuni uyg'onibla darhol harakatlanishingiz, o'rganish va turmushdagi birinchi ishni shu zaman boshlashingiz kerak. Shuna qilsangiz, darhol harakatlanishning sizga mukammallik va mamnuniyat elib kelganligini paydin-pay bayqaysiz. Mushu tariqada 2 oy davomlashtirsangiz, darhol harakatlanishni odatingizga aylantirasiz. Qisqasi, hozirgi ahvolingizning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, aktiv ruhiy holat bilan yuzlansangiz, darhol harakat qo'llansangiz, muvaffaqiyat sizga mansub bo'ladi. Harvard universitetining sinovi. Qanday soatga qarasangiz, soat dal 3 dan 15 minut o'tibdi. Bu chaqda soatning minut istirilgisi bilan sekund istirilgisining ara bo'lumi necha gradus bo'ladi? Javob: 5,7 gradus bo'ladi.